Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Omadbek va men o'z blogimni yuritishni boshladim. Bu blogda Avstraliyada yashayotgan, ishlayotgan va o'qiyotgan odamlardan intervyu olaman va bugun birinchi mehmonimiz SPJ'ning 3-yil talabasi Asadbek bilan bo'lib o'tadi. Salom, ismim Asadbek, yoshim 19 da. Familiyam Rustamjonov, shu 3-kurs talabasiman SPJ School of Global Management. Nimaga aynan Avstraliya? Shuncha davlat turganda. Avstraliyaga kelish asosiy sababi albatta bu universitetda multiple kampusi. Birinchi yil Singapurda, keyin Dubayda va hozir Avstraliyada. Asosiy sabab shu. Xo'p, keyingi savolim. Avstraliyada hayot qanaqa? Student bo'lib ishlash, yashash, o'qish, umumiy xarajatlar qoplash, hammasi. Avstraliyada part-time ishlar topish bo'ladi, lekin asosan o'qish vaqti o'tib qolishi mumkin. Shuning uchun ko'p vaqt soat ishlash qiyin. Lekin qo'lingizdan kelsa, eplab topsa, menimcha o'ziga yetarli kontrakt to'lash uchun yetarli pul topsa bo'ladi bir hafta ichida. Siz qanaqa ishda ishlayapsiz va qancha maosh topyapsiz? Hop, hozirda ikkita asosiy ishda ishlayman. Birinchisi darsdan keyin asosan kichkina oshxonada burger pishiraman. O'zim oshpazman. Hop, keyin asosiy qilinadigan yana bitta ish bu qurilishga yordam beraman. Bu unchalik sizlar o'ylagandaqa qiyin ish emas, oson ishlar. Amal yoshingizga qarab $21 to'laydi. Yoshingiz kattalashgan sari oshadi. Shuning uchun 19-20 yoshlar uchun $25 dan tepaga qarab chiqib ketish mumkin. Xo'p, demak siz ham shu 20-25 $25 dan tepasiga qarab sekin chiqib ketadi. Xo'p, bu yaxshi narx, to'g'risi. $25. Mana hozir o'zim ham Avstraliyadaman, shuning uchun ham menga ham ko'p odam yozishadi. Sizga ham ko'p yozsa kerak. O'zbekistondan Avstraliyaga kelmoqchi bo'lgan studentlarga qanaqa tavsiyalar berasiz va ular vizaga topshirish uchun qanaqa bosqichlardan o'tish kerak? Iloji boricha ko'proq moliyaviy yordam bilan kelgan yaxshi boshlanishiga, chunki bu yerda ish topish ham vaqt oladi, 1 oy vaqt davomida olishi mumkin va kerakli bo'lgan hujjatlar doimiy IELTS kerak, o'qishingizdan tugatganingiz haqida shu shahodatnoma kerak va yana boshqa hujjatlar bor, ularni videoni ostiga yozib qoldirsak bo'ladi menimcha. Keling, unda shunday qilaylik, bitta narsaga kelishaylik. Siz menga ro'yxatini qilib bering PDF faylda va kommentariyaga viza so'zini yozib ketsa, biz ularga tashlab beramiz. Bo'ldi. Kommentariyaga viza yozib ketsangiz bo'ldi. Qanaqa bo'ladi universitetingizda dars jarayonlari, qanaqa o'qituvchilar va O'zbekiston bilan ta'lim sistemasidagi qanaqa farqlar his qildingiz? Xo'p, ta'lim sistemi O'zbekistonda ham rivojlanayotganligi uchun farq yo'q demayman, farq bor, lekin farq qisqaryapti. Bu yerda nazariydan ko'ra amaliyga e'tibor ko'proq, lekin baribir nazariy bor birinchi, undan keyin amaliy ish ko'proq qilasiz. Shu tomonlari hali menimcha O'zbekistonda yaxshiroq. Lekin farq qisqaryapti. O'zbekiston albatta jahondan o'rganyapti bunaqa narsalarni. Mana marhamat, bizning xona mana shu darslar bo'ladi bizga. 60 tacha odam sig'adi. Katta. Ya'ni unaqa unchalik zamonaviy bo'lmasa ham doskada, to'g'rimi? Bunaqa sharoit O'zbekistonda ham bor. Kerak bo'lsa bundan ham yaxshi. Bor, albatta. Stol-stullar ham shu o'zimiznikidan. O'zimiznikidan, orqasida go'zal tabiat ham bor. Orqadan yorug'lik tushib turadi. O'zi Avstraliya juda ham chiroyli davlat. Faqat o'qish kerak xolos. O'qib bersak bo'ldi. Shu. Bugungi suhbat uchun Asadbekga katta rahmat aytib qolamiz. Agar qanaqadir savolinglar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Bo'lmasa Asadbek profilini ham atmetka qilib ketaman. Videoni bemalol Asadbek profiliga o'tib, o'zlaringni qiziqtirgan savollariga javob topishinglar mumkin.